Diabetim bor. Hayot to'xtadi. Yo'q, bu xato. Siz ham shunday fikrdamisiz? Bu kunlik tartibni odat qiling va qondagi qand miqdorini nazoratda ushlaysiz. Kuningizni 2 stakan suv bilan boshlang. Bu organizmingizni uyg'otadi va metabolizmni yaxshilaydi. Ratsioningizga oqsil va foydali yog'larni qo'shing. Bular go'shtli, sutli tuxum mahsulotlari, avokado va zaytun yog'i. Likopchangizni to'g'irlang va uni 3 ga bo'ling. Bir bo'lagi oqsil, ikkinchi bo'lagi kletchatka, uchinchi bo'lagi dukkakli mahsulotlarga to'ldiring va kunlik ratsioningizga qo'shing. Ko'p harakat. Kun davomida 8000-10 000 qadam yuring. 60 yoshgacha bo'lsangiz, kardiyo-nagruskani 60-90 minut bajaring. Kortizolni oshirmaslik uchun vaqtida uyqu, 7-8 soatlik uyquni kanda qilmang. Qondagi qand miqdori tushiruvchi preparatlarni vaqtida qabul qiling. Bu rejimga rioya qilsangiz, qoningizdagi qand miqdori oshmaydi va asoratlar kelib chiqmaydi. Foydali ma'lumot sizga yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'ling va saqlab qo'ying.